Bugun men sizlarga Garvard tarelkasini uslubini ko'rsataman. Bu tarelka sizni, ya'ni qarchingizga teng bo'lishi kerak. Undan keyin esa teng yarmi svejiy salat bo'lishi kerak. Bu sabzavotlar, karomlar, ya'ni ko'katlar albatta bo'lishi shart va bilasiz, salatga 1 choy qoshiq yog'ni solib iste'mol qilishimiz kerak. Keyingisi esa misolda olaylik osh. Teng yarmi sizni taomingiz bo'lishi kerak. Buni tagiga guruchingizni solasiz, yoniga go'shingizni solasiz va bemalol iste'mol qilasiz. Aytgancha, har doim lagandan ovqat yeyishni odat qilmang, chunki lagandan ko'p yeb qo'yasiz va qancha yeganingizni bilmay qolasiz. Shuning uchun ana shunday Garvard tarelkasiga amal qiling. Agarda siz Garvard tarelkasini qoidasiga amal qilsangiz, 1 oyda 5 kilogramgacha sog'lom olishingiz mumkin va sizga hech qanday parhezlar kerak bo'lmaydi. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta saqlab qo'ying va meni sahifamga obuna bo'ling.